15-asrning boshlarida Amir Temurning Anadolu hududlariga bostirib kirishi Vizantiyaga ancha qulay bo'ldi. Bu esa Usmonli taxtiga da'vogarlarni boshqarish va salib yurishlari xavfi orqali bosim o'tkazish hisobiga amalga oshirildi. Mehmet II Karmanga hujum qilayotgan paytda Vizantiya elchilari Orxan ismli da'vogarning ozod qilinishi bilan tahdid qilib bir necha bor yon berishga erishdilar. 1452-yil 12-dekabr kuni Ayasofyada imperator huzurida cherkovlar birligi to'g'risida kelishuvga muvofiq ilk marosim o'tkazildi. Bu esa har narsadan ko'ra ko'proq Usmoniylarga qarshi birlik namoyishi edi. Tashqi hamda ichki sabablar Mehmet IIni shaharni imkon qadar tezroq egallashga majbur qildi. Shubhalarni bartaraf etish uchun esa Halil Posho Vengriya va Venetsiya bilan shartnomalar tuzgan edi. Venetsiya 1453-yil may oyida o'z flotini yuborgan paytga kelib esa vaqt juda oz qolgan edi. Qamalni boshlashdan oldin Fotih Bosfor bo'g'ozi ustidan o'z nazoratini qo'lga kiritishi zarur edi. U Yevropa qirg'og'ida Bayazid I qurdirgan Anadolu qalasining ro'parasida Rumeli qalasini barpo etdi. Endilikda Bosfor orqali o'tadigan barcha kemalar uning ruxsati bilan harakatlanishi kerak edi. Konstantinopol qamali 54 kun davom etdi. 1453-yil 6-apreldan 29-maygacha himoyachilar taxminan 8500 kishidan iborat edi. Usmonli muntazam qo'shin esa kamidan 100 mingtagacha tashkil qilgan. Fotih shaharni ilgari hech qachon ko'rilmagan darajada yirik to'plar bilan o'qqa tutdi. O'rta asrlarning eng mustahkam mudofaa inshootlari hisoblangan devorlarning yorib o'tilishi aynan shu zamonaviy qurollarning g'alabasi bo'ldi. Usmonli va g'arb manbalarining fikricha, turklar shahar devoridagi to'plar orqali ochilgan yoriqlar orqali umumiy hujum bilan shaharga kirib kelgan. Himoyachilarning asosiy muntazam kuchini geniyalik yollanma askarlar tashkil etgan edi. Ularning qo'mondoni yaralanib kemasiga qochib ketgach, himoyachilar ruhiyati butunlay tushib ketdi. Devorlarni himoya qilishda venetsiyalik elchi va taxtga da'vogar Orxan ham ishtirok etdi. Qamal davomida imperator xizmatida ko'plab yunon askarlari uylariga qaytib ketdi. Shuningdek, italiyaliklar bilan mahalliy yunonlar o'rtasida nizolar yuzaga keldi. Usmonli lagerida Halil podsho bilan sulton va muvaffaqiyatsizlikka bog'liq bo'lgan harbiy guruh o'rtasida ham nizolar davom etar edi. Halil podsho qamal muvaffaqiyatli bo'lmaydi, uni darhol to'xtatish kerak deb hisoblagan edi. Venetsiya va Vengriya qo'shinlari safarbar qilgani haqidagi xabar kelgach, bu qarama-qarshilik yana urush kengayishida ochiq yuzaga chiqdi. Imperator taslim bo'lishdan bosh tortgach, Usmoniylar 29-may kuni yakuniy hujumni rejalashtirdilar. Zaganos podsho hujumga tayyorgarlik ishlarini tashkil qildi. 29-may tongida barcha qarshiliklarni yengib o'tib, Usmonli qo'shini devordagi yoriq orqali shaharga bostirib kirdi. Sulton kelajakdagi poytaxtining talon-toroj qilinishini istamas edi, biroq diniy qonun 3 kunlik talonchilikka ruxsat berishi kerak edi. Shahar kuch bilan egallangan edi va shuning uchun ham shariatga ko'ra ko'cha mulklari askarlar uchun qonuniy o'lja hisoblanar edi. Aholi esa qonuniy ravishda qul qilinishi mumkin edi. Fathning birinchi kunidayoq Mehmet II tantanali ravishda shaharga kirib keldi. Talonchilikni to'xtatdi. Ayasofyaga borib namozini o'qidi. U cherkovni masjidga aylantirdi va shunday deb e'lon qildi: "Bundan buyon mening poytaxtim Istanbul bo'ladi. Yosh fatihkor endi qaysarlar taxtiga o'tirdi. Uning muqaddas urushdagi yutuqlari barcha uchun musulmon hukmdorlarnikidan oshib ketdi." Va u o'zini cheksiz hokimiyat sohibi deb e'lon qildi. Fathdan so'ng darhol Halil podsho hibsga olinib, xiyonatda ayblanib qatl etildi. Taxt uchun raqobat yarim asr davomida imperiya birligi xavf solib kelayotgan edi. Aynan shu da'volarni bartaraf etish maqsadida Mehmet II Orxonni topib qatl ettirdi va ukasi Ahmadni bo'g'ib o'ldirdi. Keyingi chorak asr davomida Fotih ketma-ket yurishlar olib Rumeli va Anadoluda markazlashgan imperiya barpo etdi. Uning fathlari oldindan tuzilgan aniq reja asosida amalga oshirilganligini tasdiqlovchi dalillar yo'q, biroq o'zini Sharqiy Rim imperiyasining hukmdori deb e'lon qildi. Chunki endi u Vizantiya taxtiga ega edi. Papa Pius II esa uning da'vosi haqiqiy bo'lishi uchun u nasroniy bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Zamondosh muallif Ibn Kabalning yozishicha, Fotih hokimiyatda da'vo qilishi mumkin bo'lgan qirollik nasliga mansub har qanday Yunonni qatl etish tamoyilini qabul qilgan. Mehmet II Istanbulning strategik ahamiyatini to'liq anglagan edi. U agar flotni Istanbulga joylashtira olsa, dunyoni boshqarishi mumkinligiga ishongan.
1452-yil Rumeli qal'asi qurib Bosforni to'sib qo'yganidek, 1463-yilda ham Dardanelni nazorat ostiga olish uchun Chanaqqala bo'g'ozining har ikkala tomonida ham ikkita mustahkam qal'a qurib, u yerlarni ham o'ziga bo'ysundirdi. Boskadani orolini mustahkamlash orqali u Istanbul bo'g'ozlarini hujumdan himoya qiluvchi mudofaa tizimini yanada kuchaytirdi hamda Anadolu bilan Rumeli o'rtasidagi aloqalarni xavfsiz ta'minladi. 1470-yillarda Usmonli harbiy floti 30 ta kemadan 92 ta yirik harbiy kemagacha kengaydi. 1454-yil Usmonli floti Qora dengizga kirib bordi va uning sohillaridagi barcha davlatlarni Veniyalik mustamlakalar Sharqiy Trabzon hamda Moldova Usmonlilarga taslim bo'lganligi haqida qonun imzolandi va xaroj to'lashga majbur qilindi. Usmonlilar Dunay daryosini imperiyaning tabiiy shimoliy chegarasi sifatida belgiladilar. Fotihning siyosati shundan iborat ediki, Dunaydan janubdagi Bolqon yarim orolidagi hech qanday xorijiy davlat mustahkam o'rnashib olmasligi kerak. Agar allaqachon mavjud bo'lsa, uni bosib olish lozim edi. Bu siyosat 1460-yilda Moreyaning, 1464-79-yillarda Shimoliy Albaniyaning va 1463-yilda Bosniyaning bosib olinishi bilan yaqqol namoyon bo'ldi. Mahalliy hukmdorlar va sulolalar bosqin paytida dushman bilan hamkorlik qilish xavfi doimo mavjud bo'lganligi sababli Mehmet II Bolqondagi barcha mahalliy hukmdorlarni yo'q qilish yoki chetlashtirishga harakat qildi. Ularni pensiya bilan ta'minlab, lavozimidan ozod qildi yoki uzoq hududlarga hokim sifatida yubordi. Bu vaqt davomida Papa boshqa nasroniy hukmdorlarni o'z atrofida birlashtira boshladi. Albaniyada Iskandarbek Venetsiya bilan hamkorlik qildi. Venetsiyaliklarga esa sharqda ittifoqchilar zarur edi. 1463-yil kuzida ular Uzun Hasan bilan muzokaralar boshladilar. U Sharqiy Anatoliyadagi Usmonlilarning eng katta raqibi edi. 1464-yilda Karman taxti uchun kurashlar boshlanganda Uzun Hasan Markaziy Anadoludagi ishlarga aralashdi. Garchi Mehmet 1468-yilda Karman hududini egallagan bo'lsa-da, u O'rta Yer dengizi sohillarigacha cho'zilgan tog'larda yashovchi turkman qabilalarini to'liq bo'ysundira olmadi. Bu qabilalar keyingi 50 yil davomida ham bo'ysunmay, vaqti bilan Karman beyligida qo'zg'olonlar bo'lib turdi. Karman beyligi Usmonlilar tomonidan egallangach, Uzun Hasan yanada tajovuzkor siyosat yurita boshladi. 1461-yilga kelib, Karman masalasi Usmonli hokimiyati uchun jiddiy tahdidga aylandi. Endi u Eron va Sharqiy Anatoliya hukmdori sifatida Temur kabi xavfli dushmanga aylangan edi. U Venetsiya Respublikasi bilan ittifoq tuzdi va shuningdek u Taros tog'lari orqali O'rta Yer dengizi sohillariga chiqib, Venetsiya bilan bevosita aloqa o'rnatishni rejalashtirdi. Bu hudud o'sha paytda turkman qabilalari nazoratida edi. Garchi venetsiyaliklarning bir necha kemasi bu sohildagi Uzun Hasan qo'shinlariga va qator qurollariga borligini bilsa-da, Uzun Hasan qo'shinlarini topa olishmadi. 1472-yilda salibchilar floti Usmonli sohillariga hujum qilayotgan bir paytda Uzun Hasan qo'shini karmanlik kuchlar bilan birga Usmonlilarni Karmandan chiqarib tashladi. Bursa tomon yurish qildi. Uzun Hasan va Venetsiya o'rtasidagi shartnomaga ko'ra Uzun Hasan butun Anadoluni qo'lga kiritishi kerak edi. Biroq u dengiz bo'ylaridagi qal'alarni qurmasligi, venetsiyaliklar kemasi uchun dengiz yo'llarini yopmasligi sharti bilan Venetsiya esa Moreya, Lesbos, Euba va Argosni qaytarib olishi mumkin edi. Hatto Istanbulni ham egallashni rejalashtirgan edilar. Mehmet II bu vaziyatga to'liq tayyor edi. U Uzun Hasan va karmanliklarning bosqinini qaytardi va Uzun Hasanga qarshi favqulodda choralar ko'rib taxminan 70 ming kishilik qo'shin to'pladi. U muntazam armiyadan tashqari musulmon va nasroniy fuqarolardan ham yollama qo'shin yig'di. Bolqondagi har bir nasroniy qishlog'idan 2 nafardan askar oldi. U hal qiluvchi jangda Uzun Hasan bilan uchrashib, uni 1473-yil 11-avgustdagi Anqara jangida qat'iy mag'lubiyatga uchratdi. Venetsiyaning umidlari chilparchin bo'ldi va Mehmet darhol hujumni Vyetnamga qaratdi va 1474-yil Skodorni qamal qildi. 1478-yilda esa qamalda shaxsan o'zi rahbarlik qildi. Venetsiyaning dengizdagi aloqa yo'llari uzildi va Vengriyadan va'da qilingan yordam kelmadi. 1479-yil 25-yanvarda sulh shartlariga ko'ra Venetsiya Skodorni topshirdi. Urush davomida yo'qotgan hududlarni Meniya, Lemos, Evosni berib yubordi va egallangan joylarni qaytardi. Shuningdek, yiliga 10 ming dukan tovon to'lashga rozi bo'ldi.
Sulton venetsiyaliklarga suhbat erkinligini berdi va Istanbulda Venetsiya elchisining doimiy yashashiga ruxsat berdi. Mehmet II bu urushlardan g'olib sifatida chiqdi. Uning Rumeli va Anadoludagi imperiyasi endi Bayezidnikidan ham kattaroq edi. Anadoluda Karmanli va 1461-yil Chandarlar beyligini qo'shib oldi. Chegaralar Furot daryosidan Bolqon yarim oroli, Dunay daryosi va Qora dengiz bo'ylarigacha imperiyaning shimoliy chegarasi sifatida belgilandi. Biroq Venetsiya hanuz Moreya, Albaniya, Aragon, Sena sohillarida muhim nuqtalarni egallab turar edi. Vengriya esa Belgradda Shimoliy Bosniyani nazorat qilar edi. Buyuk Stefan va Papa boshchiligida Dunayning quyi oqimi Qora dengiz hududlarida Usmoniylar ustunligiga xavf solar edi. Imperiyani Anadolu va Rumelida mustahkamlab olgach, Mehmet II boshqa yo'nalishlarga e'tibor qaratdi. Kipr orolida o'rnashib olgan qirollik ritsarlari Mehmetning O'rta Yer dengiziga chiqishini to'sib qo'yar edi, balki salbiy yurishlarning ham doimiy oldingi chizig'i ham edi. 1480-yil Mesih Pasha boshchiligida Rodosga qo'shin yubordi. Shu bilan birga Gedik Ahmad Pasha Otrantga yurish qilib 1480-yil 11-avgustda uni egalladi va Italiyaga kirish uchun tayanch nuqtasini yaratdi. Ahmad Pasha Remeliga qaytib, Italiyaga katta yurish uchun qo'shin to'play boshladi. Papa esa Rimdan Fransiyaga qochishga tayyorlanib, barcha g'arbiy xristian davlatlarini yordamga chaqirdi. Keyingi bahorda Mehmet II katta qo'shin bilan Anadoluga o'tdi, biroq ikkinchi qarorgohga yetmay turib vafot etdi. Mehmet II haqiqiy Usmonli imperiyasining asoschisi hisoblanadi. U markazi Istanbul bo'lgan Yevropa va Osiyoda joylashgan imperiyani barpo etdi. U shahar keyingi 4 asr davomida Usmonli imperiyasining markaziy tayanchi bo'lib qoldi. U o'zini ikki quruqlik, ikki dengiz hukmdori deb atay boshladi. U dunyo hukmronligiga intilgan jangchi bo'lishi bilan birga ayni paytda bag'rikenglik va madaniyatni ham qadrlagan hukmdor edi. U o'z saroyida gumanistlar va Yunon olimlarini ham jamlagan edi. Shu bilan birga Markaziy Osiyolik Hazrat Al-Qushchi ham uning saroyida ijod qilgan. U avvalo islomiy g'ozi hukmdor bo'lib, uning asosiy maqsadi davlatni dunyodagi eng qudratli imperiyaga aylantirish edi. Bugungi videomiz Usmoniylar davlatining imperiyaga aylanishida katta xizmat ko'rsatgan Fotih Sulton Mehmet haqida bo'ldi. Uning Konstantinopolni egallanishi, davlatni kengaytirish yo'lidagi sa'y-harakatlarini ko'rib chiqdik. Bu videomizning birinchi qismi bo'lib, ikkinchi qismi Sulton Yovuz Sulton Salim haqida bo'lib o'tadi. Keyingi qismni ko'rish uchun avvalo kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.